Aqsarayning juma kuni e'lon qilingan bayonotida ko'rsatilishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy prezidenti Shi Jinping dushanba kuni to'g'rida ko'rishganda, ikki davlat munosabatining har qaysi taraflarini muzokara qiladi ekan. Yaqindan buyon Tayvanda yuz bergan o'zgarishlar, Sharqiy Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsandachiligi va xalqaro savdoga munosabatlik masalalar sababidan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat kuchaydi. Bosh shtabi Nyu-Yorkga joylashgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti kelar yili Beyjingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasini qo'llaydigan shirkatlarning Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bostirishiga ko'z yumganligini aybladi. Mazkur tashkilot Xitoyning Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi degan ko'z qarashini ifodalash bilan bir vaqtda olimpik tanarkat musobaqasining asosli qo'llovchilarining Beyjingga besim shiltib, kishilik huquq tafsandichiligini oxirlashtirishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Qozog'istonda benzin va dizelning davlat sirtiga chiqarilishi 6 oy cheklanadi. Qozog'istonda Energiya ministrligi va Davlat bexatarlik komiteti imzolagan bir qaror bilan davlat ichidagi ehtiyojning eshishi sababidan benzin va dizel yoqilg'isini quruqlikdan import qilish 6 oy cheklandi. Amerika bilan Qatar kelishimi imzolab, Qatarning Amerikaning Afg'onistondagi diplomatik vakillarini ustiga olganligini belgiladi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Qatar tashqi ishlar ministri Muhammad bin Abdurrahman Al-Sani tunugun Washingtonda kelishimi imzolab, Qatarning Amerikaning Afg'onistondagi vakiliga aylanganligini e'lon qildi. Yaqinda nomini Metaga o'zgartgan Facebook shirkati raqibi Microsoft bilan hamkorlik o'rnatib, o'zining xizmat boshlig'i qurolini Microsoft Teams bilan birlashtirib, kelgusidagi Metaverse hamkorligining yoshirin bishoratini berdi. Metaverse o'xshamagan uskunlarni ishlatib, kishilarning o'rtaq mavhum muhitda uchrashishiga kafolatlik qiladigan bir sistemasini ko'rsatdi. Turkiya raisi Erdo'g'an raqamlik davrdagi yeshil texnika va aqllar shaharlar temasidagi demokratiya va erkinlik oralida o'tkazilgan Turk davlatlari kengashining 8-qatimliq uchrashuvining bir qismi sifatida O'zbekiston prezidenti Mirziyev va Qirg'iziston prezidenti Japarov bilan ko'rishdi. 12 noyabr 1933 va 1944 yillari Sharqiy Turkistonda qurilgan Cumhuriyetlarning qurilganligining xotir kuni. Sharqiy Turkistonda 1933 yili va 1944 yili 11 oyning 12 kuni ikki qatim mustaqillik davlat e'lon qilindi. Bu sababdan ikki Cumhuriyetning xotir kuni Sharqiy Turkiston davlat bayrami sifatida tabriklanadi. 12 noyabr Sharqiy Turkiston xalqi uchun intayin muhim ahamiyatga ega. Mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlarining xotir kunida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Chexning poytaxti Pragada ochiladi. Yig'inga qatnashgan Sharqiy Turkistonlik akademiklar va faoliyatchilar biz 12 noyabr Chexning poytaxti Pragada Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlarining qurilganligini xotirladik. Biz qayta qurishning yo'l xaritasini muzokara qilyapmiz degan uchurni jakarildi.